Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videoda El-Xorazm Shoh ko'chada 4 qavatli binomizning 2-qavatida ajoyib 3 xonali kvartira ham ijara chiqdi. 3 xona, lekin bir xonasi hozirgi kuncha ilik. Agar oila uzoq turadigan bo'lsa, u xonasini ham ochib beradi. Lokatsiyasiga kelsak, obunachilar, benimizning eski Vinzovda chorrahasi, hozir Beliksimal chorrahasi desak ham bular Mittivani ko'rishlar mumkin. Chorrahamizni kanal ishon tarafda joylashgan Alfa Medni qatorida joylashgan binomizdagi obunachilar zo'r yerda joylashgan bog'cha maktab ham juda qulay yerda joylashgan. Nariga domimiz orqa qismida oblastni banka bor. Dekkan bozor ham yaqin, xullas Milliy bank. Bu tomonimizga kelsakina aeroportga chiqib ketadigan yo'limiz. Vokzal aeroportga chiqgan asosiy shaharning qoq markaz liniyasi desak ham bo'ladi. Zo'r yerda joylashgan obunachilar esa challar bilan tushuntirib bo'lsak, reklama xizmatlari bo'lsa 91 423 06 bilan bog'lang. Ijarami yo sotiladigan bo'lsa, bemalol bog'langlar, ijtimoiy tarmoqlar qo'yib, sotib berish, ijara qo'yib berishga harakat qilamiz obunachilarimiz. Aziz obunachilar, kvartirani to'liq tushuntirib o'tsak, 2-qavatda joylashgan ekan, ajoyib bir yerda piroxoshkalar. O'zi 3 xonali, lekin bir xonasi ilik. Agar dum oila qisqsa, bu xonasini ham ochib beradi, vajlarni olib ketadi. Fonda joyimizga gap bo'lishi mumkin, ajoyib fayzli joy ekan obunachilar. Kanalimizni yangi like bosib, esdan chiqmasa, hammamizga bir nima deymiz, ishini joylarda sotib olish, ijarada o'tirish ish qilib buyursin. Xullas, oshxonadan boshlaymiz-a. Kanalimizni yangi like bosib, esdan chiqmasin. Reklama xizmatlari bo'lsa 91 423 06 bilan bog'lanasiz. Lokatsiya zo'r, El-Xorazm Shoh ko'cha Med kompleks. Bino ajoyibati kuxonamiz o'tilgan. Stakanchik qo'yiladigan pastapkalarimiz, mo'ychamiz, uni yaxshisidan qo'yilgan ekan, portug'allar kafelardan birini o'zbekona turib, xontaxta ko'rpachalar tashalgan ekan. Xullas, endi ko'p odam o'tirmoqqa qiziqadi to'g'ridan. Mikronovkalar ham bor, biokeramika, Goodwill firmaning yutechkalarimiz ishlab turibdi ekan, bu yerda gaz plitamiz, choynaklarimiz ham bor ekan obunachilar. Ishlari shu vaqtida qo'yilgan MDF zamonaviy ishlarimiz. Balkon ham bor domlada, aytib yana. Balkonimizda kuxonyalar eskisi u tomonga qo'yilib o'tilgan. Bu yerda sistem bor, elektronik plisosdan Samsung 1800 wattlikina. Oynalarimiz oq-qorong'la qo'yilib o'tilgan, jalyuzilarimiz yana. Xolodilnik, avvalom firmaning 2 kamerali xolodilnikimiz yana ko'rishlaymiz. Xolodilniklarimizni ochib qo'ymasak, bu islari namlanib qoladi. Stending kotol görüşler mümkün. Hammadan gözetmesek bo'lmaydi alohida. Bayak tenamizdan linoleum döşəlib, gilamlar tasalgan. Zal qismlarini, hojatxona, yuvishxonani gözetib o'tsak, obunachilar. Posodalar menimcha bo'lishi kerak. Posodalar bo'lmasa, olib ketiladi. Bor ekan obunachilar, aynan posodalar bemalol kerakgina qoshiq yelkalarimiz ham bor, hattakina mulk egasi bilan bemalol o'zingiz gaplashadi. Faqat oila, student qo'yilmaydi. Zal qismimiz, zalimizda bu yerda chap tomonda divon qo'yilgan. Bu yerda yana bir xontaxta katta hajmli yumshoq gilamlarimiz. Televizorlar osilgan Samsung brend firmasi. Daewoo firmaniki konditsioner bu. Daewoo firma eng brend firmalardan bo'ladi obunachilar. Brendini yo'qotmaydi. Yoshlik paytimizda ham Daewoo'dan televizorlar ko'p ko'rardik. Hozir ham bor Daewoo'ning har xil variantlari. Endi ishxonamiz ilik, nari xonamiz ochiq. Samozyolimizni e'tibor bersak, yine chiroyli samozyollar. Bu yerda LG firmaning 7 kilolik yine ajoyib avtomat kiyim mashinalari yurishlar ekan obunachilarimiz. Xullas, bu yerda vannamiz, rakoynamiz joylashgan, aristonimiz, yuzlik aristonimiz bor ekan. 1,5 metrdan 180 kafel bo'lgan, undan keyin kraskalangan. Joyini yine ko'rishlar ekan. Tak, spannimiz jihozlarni aytib o'tsak, bu yerda shkaf, 2 odamlik spanni, turma, kompleks spanni qo'yilib o'tilgan ekan. Bu yo'limiz qarag'an oynasi, nari tomonda esa potis qismida qarag'an ekan oynasi. Endi oxirgi bu xonamiz ilik aytib o'tdik, hojatxonamiz. Hojatxonamizdan unitazlarimiz ham yep-yangi, oyoqlar kafil bor. Xullas yep-yangi. Narx-navosi oyat tezroq degan mijozlarimiz uchun narx-navosi 3 million so'm. Dollar demedik, so'mda qo'yib, milliy bizimizda valyutadan ayrilmasına obunachilar. Endi ko'p yillar kurs doldi, chunki O'zbekiston hududi bo'lgandan keyin so'mga yurdi. Oyliklar ham so'm qo'shuncha so'm bilan egasi bilan baholadi. Telefon sistemi 91 423 06 99 074 46 41 bilan bog'lanasizlar. Har doimgidek Instagram, Telegram, YouTube kanalida uy bola sensiz chiqadi obunachilarimiz. Biz yana ko'p
yankı makrellar, blogerlerimiz stekerlerini koyup işini icra vadebütteki iltimas plastiklere pul taşa bilmeyinler bütün firibkeller. Çünkü realni bizlere telefon kırınlar bize apar yüzdemiz. Firibkeller dün köpeğe az studentlerine şu makrelçilik etip bitti. Şunun için ihtiyat bulamaz 200-300 milyon taşa etti. Giyapla bırakıyor. Şunun için bize aktif ötüşlerimiz vazifemiz. Bizden stekerinden şu übaden logotif koyulgan. Mesela sağlıkta, amanata görüşünce. Eğer kvartiramı icra veremez satamam ise bemalol bağlanla koldan gençerli ictimai tarmoqlar koyup satıp berse icra koyup berse hareket kılamiz. Noturermi, turermi, kvartiramı doğum farkı yok bize de. Lazım olsa satışa hareket kılamiz. Mesela onu açalımız. Kısa yolda gelip yetkilimiz sağlıkta görüşünce.